Agar sizga rangli printer qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Bu modelimiz Canon brendiga tegishli G3430 modeli, ya'ni Wi-Fi'ligi. Printerimizni yaqindan ko'radigan bo'lsak, skaner va kopiya qilish uchun alohida o'zining joyi, 4 ta rangli, ya'ni qora, ko'k, sariq va pushti ranglar uchun zapravka joyi yaqindan ko'radigan bo'lsak, mana ranglar har bitta zapravka qiladigan joyi alohida ko'rsatilgan. Adashib ketish umuman iloji yo'q. Ranglarni rangli chiqarish uchun alohida knopkasi bor va ranglilarni chorni belib chiqarish imkoniyati uchun alohida knopka bor. Aynan shu modelimiz ofis va uylar uchun juda ham mukammal ishlangan, dizayniga keladigan bo'lsak, qop-qora sifatli plastikdan ishlatilgan, plus Wi-Fi funksiyasi ham bor. Mana shu printerimizga 3 yil servis kafolati beriladi. Bemalol hujjatlarni skaner qilib, elektronik kompyuterga chiqarib, o'zgartirilgan joylarni o'zgartirib, bemalol ishlov bersa bo'ladi. Bundan tashqari printer vazifasini ham bemalol bajara oladi. Bu printerimizda bemalol rasmlarni, vizitkalarni bemalol yaxshi kачествоda chiqarsa bo'ladi. Nafaqat kompyuter, balki buni telefon, planshetlar, hattoki Wi-Fi bor qurilmalarga bemalol ulab turib, simsiz xohlagan narsalarni chiqarsa bo'ladi. Menga qiziq bo'lgan aynan shu modelimiz G3430 Wi-Fi modeli 135 dollar. O'zbekiston bo'ylab dastlabkamiz mavjud.